다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 버스를 기다리고 있습니다. 2번. 버스를 수리하고 있습니다. 3번. 버스를 타고 있습니다. 4번. 버스를 닫고 있습니다. 정답은 1번입니다. Eps topik birinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Avtobusni kutyapti. Ikkinchi. Avtobusni tuzatyapti. Uchinchi. Avtobusga minayapti. To'rtinchi. Avtobusni artayapti. To'g'ri javob birinchi variant. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 1번. 벽돌. 2번. 레미콘. 3번. 철근. 4번. 양동이. 정답은 4번입니다. Eps topik ikkinchi savol. Keyingi rasmga qarab to'g'ri so'z yoki gapni tanlang. Birinchi. Gisht. Ikkinchi. Beton mashinasi. Uchinchi. Temir armatura. To'rtinchi. Chelak. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 생선, 고기, 피자, 갈비. 1번. 씻다. 2번. 삶다. 3번. 굽다. 4번. 볶다. 정답은 3번입니다. Eps topik uchinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'zlar bilan bog'liq narsa nima? Baliq. Go'sht. Pitsa. Qovurqa. Birinchi. Yuvmoq. Ikkinchi. Qaynatmoq. Uchinchi. Pishirmoq olovda. To'rtinchi. Qovurmoq. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 단어와 비슷한 말은 무엇입니까? 기르다. 1번. 고르다. 2번. 살피다. 3번. 키우다. 4번. 지키다. 정답은 3번입니다. Eps topik to'rtinchi savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi so'z bilan o'xshash so'z nima? Parvarish qilmoq. Ostirmoq. Birinchi. Tanlamoq. Ikkinchi. Sinchiklab tekshirmoq. Uchinchi. Ostirmoq. To'rtinchi. Amal qilmoq. To'g'ri javob uchinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 가구를. 때 원목을 재단하는 일은 아주 중요합니다. 정확하게 자르지 않으면 원목을 못 쓰게 될 수도 있습니다. 1번. 배달할. 2번. 구입할. 3번. 판매할. 4번. 제작할. 정답은 4번입니다. Eps topik beshinchi savol. Bosh joyiga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Mebelni. Paytda yog'ochni kesadigan ish juda muhim. Aniq qilib kesilmasa yog'ochni foydalana olmaslik ham mumkin. Birinchi. Yetkazib berish. Ikkinchi. Sotib olish. Uchinchi. Sotish. To'rtinchi. Tayyorlash. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.
다음 주 월요일부터 일주일 동안 휴가입니다. 이번 휴가는 고향에 다녀올 수 있습니다. 1번. 길더니 2번. 길어서 3번. 길면서 4번. 길던데. 정답은 2번입니다. Epps topik 6-savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Kelasi hafta dushanbadan bir hafta davomida ta'til. Bu galgi ta'til. Vatanga borib kelishim mumkin. Birinchi. Uzun bo'lgani. Ikkinchi. Uzun bo'lgani uchun. Uchinchi. Uzun bo'lgan holda. To'rtinchi. Uzun edi. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 통장을 만들려면 2. 나 외국인 등록증 등 신분증을 가지고 가야 합니다. 신분증이 없으면 통장을 만들 수 없습니다. 1번. 사진 2번. 여권 3번. 계좌 4번. 카드. 정답은 2번입니다. Epps topik 7-savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Bank hisob raqamini ochadigan bo'lsangiz yoki chet elliklar ro'yxatga olish guvohnomasi kabi shaxsni tasdiqlovchi hujjat olib borish kerak. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa bank daftarchasini tayyorlatish iloji yo'q. Birinchi. Surat. Ikkinchi. Pasport. Uchinchi. Hisob. To'rtinchi. Karta. To'g'ri javob ikkinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 오늘 아침에는 도로가 안 왔습니다. 그래서 평소보다 일찍 회사에 도착했습니다. 1번. 시끄럽지. 2번. 깨끗하지. 3번. 복잡하지. 4번. 안전하지. 정답은 3번입니다. Epps topik 8-savol. Bosh joyga kiradigan eng mos sozni tanlang. Bugun ertalab yo emas edi. Shuning uchun odatdagi kundan ko'ra erta kompaniyaga yetib bordim. Birinchi. Shovqinli. Ikkinchi. Toza. Uchinchi. Tirband. To'rtinchi. Xavfsiz. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 다음 안내문에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 9월 1일에 옷가게를 새로 엽니다. 2번. 티셔츠를 2벌 사면 1벌을 더 줍니다. 3번. 이 옷가게는 문을 연 지 10년이 되었습니다. 4번. 티셔츠가 마음에 안 들면 바꿔줍니다. 정답은 3번입니다. Epps topik 9-savol. Keyingi savolga javob bering. Keyingi ma'lumotnoma haqida tushuntirmaga mos narsa nima? Birinchi. 1 sentyabr kuni do'kon yangi ochiladi. Ikkinchi. Futbolka 2ta sotib olsa, bitta yana beriladi. Uchinchi. Bu kiyim do'koni ochilganiga 10 yil bo'ldi. To'rtinchi. Futbolka yoqmasa almashtirib beradi. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 표지는 무슨 뜻입니까? 1번. 용접면을 착용하십시오. 2번. 방진 마스크를 착용하십시오. 3번. 안전장갑을 착용하십시오. 4번. 보안경을 착용하십시오. 정답은 2번입니다. Epps topik 10-savol.
Keyingi savolga javob bering. Bu belgi qanday ma'no? Birinchi. Payvandlash niqobini taqing. Ikkinchi. Changdan himoya niqobini taqing. Uchinchi. Xavfsizlik qo'lqopini taqing. To'rtinchi. Himoya ko'zoynagini taqing. To'g'ri javob ikkinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 외국인 근로자들이 주말에 배우고 싶어 하는 것에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? 1번. 한국어라고 대답한 근로자가 반 이상입니다. 2번. 컴퓨터라고 대답한 근로자의 수가 가장 많습니다. 3번. 태권도라고 대답한 근로자들이 가장 적습니다. 4번. 한국어보다 한국 요리를 더 많이 배우고 싶어 합니다. 정답은 3번입니다. Eps topic 11 savol. Keyingi savolga javob bering. Chet ellik ishchilar dam olish kunlarida o'rganishni xohlaydigan narsasi haqidagi tushuntirmaga mos narsa nima? Birinchi. Koreys tilini deb javob bergan ishchilar yarmidan oshadi. Ikkinchi. Kompyuter deb javob bergan ishchilarning soni eng ko'p. Uchinchi. Taekwondo deb javob bergan ishchilar eng kam. To'rtinchi. Koreys tilidan ko'ra koreys taomini yanada ko'proq o'rganishni xohlashadi. To'g'ri javob uchinchi variant. 다음 질문에 답하십시오. 이 사람이 일하는 곳은 어디입니까? 1번. 마포구입니다. 2번. 수리입니다. 3번. 고승덕입니다. 4번. 자전거입니다. 정답은 1번입니다. Eps topic 12 savol. Keyingi savolga javob bering. Bu odam ishlaydigan yeri qayer? Birinchi. Mapogu. Ikkinchi. Ta'mirlash. Uchinchi. Kosumdok. To'rtinchi. Velosiped. To'g'ri javob birinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 우리 회사는 시내에 있습니다. 회사 근처의 식당, 편의점, 세탁소, 미용실 등이 아주 편리합니다. 1번. 있지만. 2번. 멀어서. 3번. 멀지만. 4번. 있어서. 정답은 4번입니다. Eps topic 13 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Bizning kompaniya shaharda joylashgan. Kompaniya yaqinida restoran, do'kon, kir yuvish joyi, sartaroshxona va boshqalar. Juda qulay. Birinchi. Bor bo'lsa ham biroq. Ikkinchi. Uzoq bo'lgani uchun. Uchinchi. Uzoq bo'lsa ham biroq. To'rtinchi. Borligi uchun. To'g'ri javob to'rtinchi variant. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 모종을 심기 전에 먼저 밭에 비료를 뿌려 놓아야 합니다. 그리고 일주일 정도. 모종을 심어야 잘 자랍니다. 1번. 처리하려면. 2번. 처리한 후에. 3번. 기다린 후에. 4번. 기다리려면. 정답은 3번입니다. Eps topic 14 savol. Bosh joyga kiradigan eng mos so'zni tanlang. Ko'chatni ekishdan oldin avval dalaga o'gitni sepib qo'yish kerak. Keyin bir hafta atrofi. Ko'chatni eksagina yaxshi o'sadi. Birinchi. Qayta ishlamoqchi bo'lsangiz. Ikkinchi. Qayta ishlagandan keyin. Uchinchi. Kutgandan keyin. To'rtinchi. Kutmoqchi bo'lsangiz. To'g'ri javob uchinchi variant.
다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 이번 달부터 월급이 좀 올랐습니다. 내일 적금 통장을 하나 더 만들 겁니다. 통장을 만들러 가면 아버지께 용돈도 붙여 드려야겠습니다. 1번 학교 2번 회사 3번 은행 4번 병원 정답은 3번입니다. Eps Topic 15-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Bu oydan boshlab oyligim biroz ko'tarildi. Ertaga jamgarma hisob raqami yana bitta ochtirmoqchiman. Jamgarma hisob ochtirishga borsam, otamga pul ham jo'natib berishim kerak albatta. 1. Maktab. 2. Kompaniya. 3. Bank. 4. Shifoxona. To'g'ri javob 3-variant. 다음 글을 읽고 무엇에 대한 글인지 고르십시오. 오늘 오전에는 골판지를 자르고 오후에는 접고 붙여서 상자를 만드는 작업을 할 것입니다. 상자를 다 만든 다음에는 크기별로 분류해서 창고에 쌓으면 됩니다. 1번 작업 장소 2번 작업 도구 3번 작업 조건 4번 작업 순서 정답은 4번입니다. Eps Topic 16-savol. Keyingi matnni o'qib nima haqida yozuv ekanini tanlang. Bugun ertalab gofrokarton kesib, tushdan keyin buklab yopishtirib quti tayyorlaydigan ishni qilamiz. Qutilar hammasi tayyor bo'lgach, kattaligiga qarab ajratilib omborga taxlasak bo'ladi. 1. Ish joyi. 2. Ish qurollari. 3. Ish shartlari. 4. Ish tartibi ketma-ketligi. To'g'ri javob 4-variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 한국 사람들은 매년 집안의 어른이 돌아가신 날에 제사를 지냅니다. 가족들이 모여 음식을 만들고 제사상에 올립니다. 제사 음식으로는 고기와 생선, 정과 나물, 여러 가지 과일을 준비합니다. 가족들은 정성스럽게 제사를 지내면서 돌아가신 분을 기억합니다. 설날이나 추석 아침에 드리는 제사는 차례라고 합니다. 1번 제사상에는 한 가지 음식을 올립니다. 2번 명절에는 차례를 지내지 않습니다. 3번 제사는 2년에 한 번씩 지냅니다. 4번 제사상에는 가족들이 만든 음식을 올립니다. 정답은 4번입니다. Eps Topic 17-savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Koreyaliklar har yili uy ichining kattasi vafot etgan kunida chesa marosimini o'tkazadilar. Oila a'zolari yigilib ovqat tayyorlab marosim stoliga qo'yadilar. Chesa taomlariga go'sht va baliq, ot va namul, turli xil mevalarni tayyorlashadi. Oila a'zolari mehr bilan marosimni o'tkazgan holda marhumni eslaydilar. Sollal yoki chusoq tongida beriladigan marosim chare deb ataladi. 1. Marosim stoliga faqat bitta taom qo'yiladi. 2. Bayramlarda chare o'tkazilmaydi. 3. Chesa 2 yilda bir marta o'tkaziladi. 4. Marosim stoliga oila tayyorlagan taomlar qo'yiladi. To'g'ri javob 4-variant. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 추석은 음력 8월 15일로 한가위라고도 합니다. 추석에는 성묘를 하고 차례를 지냅니다. 그리고 새로 나온 쌀로 밥을 짓고 송편을 만들어 먹습니다. 보통 송편은 추석 전에 가족들이 모여서 함께 만듭니다. 추석날 밤에는 달을 보면서 소원을 빌고 여성들은 모여서 강강술래라는 전통 놀이를 하기도 합니다.
1번. 추석에 여자들이 하는 전통 놀이가 있습니다. 2번. 한가위와 추석은 다른 날입니다. 3번. 추석날에 달을 보면서 송편을 만듭니다. 4번. 차례를 지낼 때 가족들이 함께 소원을 빕니다. 정답은 1번입니다. Eps topik 18-chi savol. Keyingi matnni o'qib mazmuni bilan o'xshash narsani tanlang. Chusak oy taqvimi bo'yicha 8-oyning 15-kuni bo'lib, Hangabi deb ham ataladi. Chusokda qabr ziyorat qilinib, chare marosimi o'tkaziladi. Yangi chiqqan guruch bilan pap pishirib, songpyon tayyorlab yeyishadi. Odatda songpyon chusokdan oldin oila yigilib birga tayyorlaydi. Chusok kechasi oyga qarab tilak tilab, ayollar esa Kangang Sulles deb ataladigan an'anaviy o'yinni o'ynaydilar. 1. Chusokda ayollar o'ynaydigan an'anaviy o'yin bor. 2. Hangabi va chusok boshqa kunlar. 3. Chusok kuni oyga qarab songpyon tayyorlanadi. 4. Chare o'tkazish payti oila birga tilak tilaydi. To'g'ri javob 1-variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 5인 이상의 사업장에서 근무하면서 1년 동안 80% 이상 출근한 근로자가 연간 15일을 쉴 수 있는 유급 휴가입니다. 1번. 조퇴. 2번. 결근. 3번. 연차. 4번. 월차. 정답은 3번입니다. Eps topik 19-chi savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. 5 kishidan ortiq ish joyida ishlagan holda 1 yil davomida 80% dan ortiq ishga chiqqan xodim yiliga 15 kun dam olish iloji bor to'lanadigan ta'til. 1. Javob so'rab kech. 2. Ishga kelmaslik. 3. Yillik ta'til. 4. Oylik ta'til. To'g'ri javob 3-variant. 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. 논이나 밭으로 옮겨 심기 전에 모판에서 집중적으로 관리하는 어린 식물입니다. 1번. 모종. 2번. 비료. 3번. 농약. 4번. 거름. 정답은 1번입니다. Eps topik 20-chi savol. Keyingi tushuntirmaga mos so'zni tanlang. Guruch polizi yoki dalaga ko'chirib ekishdan oldin ko'kat qutisida diqqatlik bilan parvarish qilinadigan yosh o'simlik. 1. Ko'chat. 2. Gong. 3. Pestitsid. 4. Ogit. To'g'ri javob 1-variant.